Azizlar buni yaxna tayyorlash. Qashqadaryocha. Aşkına genç yazar. Mana oshmaydi. Mayda suydalar. Azizlar yaxna tayyorlashni boshladik. Qashqadaryo yaxna. Yaxna. Mana o'zi qo'y go'shtidan, hozir ko'rsatamiz. Jarayonlarni ko'rsatib o'taman. Mana shunda cho'p qo'yiladi, tutdiki bu. Hozir qanday terilishi, o'sha bosh jarayonlarni ko'rsatib o'tamiz. Boshidan o'rganaman deganlar uchun. Nimaga keling? Qo'li siysin. Ikkita qo'y go'shtidan mana ajabsanda tayyorlash jarayoni azizlar. Ikkita qo'y go'shti mana do'stlar. Mana shunday cho'plardan tozalab yuvib, mana shunday razmerda 70-80 sm atrofida o'sha kesib olinadi. 25-30 ta atrofida o'shani qo'yib chiqiladi hozir qozonning ichiga. Mana shunday shaklga, keyin suv qo'yib qaynatib go'sht qo'yiladi ustiga. O'sha suvni bug'lab pishadi bu go'shtimiz. Ko'rsatib o'tamiz. Ikkita qo'chqor go'shtidan tayyorlanyapti. Mana cho'plarni terishadi. Mana shunday tarzda teriladi. Shu go'sht tushib ketmasligi uchun. Endi tushirma. O'sha odam. Cho'plarni mana shu shaklda terib olamiz, keyin suv solib boshlaymiz azizlar. Hozir jarayonlarni ko'rsatamiz. Hozir 20 litr soldik. Hozir yana jarayonlarni ko'rsatib boraveramiz qanday pishirishdi. Yaxna ajabsanda deyiladi Qashqadaryoda. Shu suvni bug'lab pishadi bu. Ko'rsatib o'tamiz qanday jarayonlar, ikkita qo'chqor pishirilyapti bu yerga. Bu ziravorlar nima ishlatiladi hozir? Marnovat, ha? Marnovat. Marnovat. Mana, dumma. Gazli suv bilan marnovat qilamiz. Yarın taşınca. To'g'ri. Buyur. To'g'ri. Bo'ldi. Bu tayyor edi. Ha. Mana shu tarzda kesib chiqiladi va marnovat qiladi. Orasiga chesnak o'sha tayyorlangan ziravorlar qo'shiladi. Quyi qolib. Ha, bo'lakanmi? Ya quyi qilib oldim.
Ular hamma tamoqni tuzatdilar. Suvara, osh, yaxnami nima? Mana keldi. Olib keladi bor. Qo'y go'shti ikkita. Elli kilo mana. 200 lik qozon mana. 120 kilogacha osh damlashar ekan. Hozir bunga 50 kilo o'sha qo'chqor go'shtidan mana o'sha Ajabsanda, ya'ni Qashqadaryoda U yonmaydi-ku. to'ylarda mana shunday tayyorlanadi. Ikkita qo'chqor go'shti Ajabsanda yaxna deyiladi buni. Tayyorlash jarayonini ko'rsatamiz. Tuz mana bu o'sha ishlatiladigan marinovat uchun. Har xil ziravorlar, mana zira o'zi ham bor. Hozir o'sha kesib chiqildi, mana o'zlariga moslab 4-5-3 sm qilib orasini marinovat qilib keyin yaxna bosiladi. Hozir 50 litr suv solingan. Yana shu jarayonlarni ko'rsatib boraveramiz.